Joriy yil 1-yanvardan boshlab mamlakatimizda soliq siyosatida turli o'zgarishlar ro'y berdi. Seminarga viloyatdagi yetakchi tadbirkor va ishbilarmonlar hamda ularning hisobchilari taklif etildi. Tadbir avvalida ishtirokchilarga ko'rgazmali bannerlar orqali tushunchalar berildi. Shuningdek, targ'ibot materiallari ham tarqatildi. Soliqchilar va soliq to'lovchilar yig'ilgan tadbirda Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari ishtirok etib, Soliqchilar va soliq to'lovchilar yig'ilgan tadbirda Soliq qo'mitasi mutasaddilari ishtirok etib, Soliq kodeksi hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga kiritilgan muhim o'zgartirishlar yuzasidan batafsil ma'lumotlar berib o'tishdi. Ushbu seminar yig'ilishi bevosita tadbirkorlar ishtirokida 4 ta bosqichda olib borildi. Bu birinchi bosqichi 2025-yilda o'tkazilgan prezidentimizning uchrashuvdagi tadbirkorlar va biznes vakillarining taklif va tashabbuslaridan kelib chiqib, soliq siyosatiga kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha. Ikkinchisi 2026-yildagi soliq ma'murchiligida kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha va uchinchi yo'nalishimiz ushbu kiritilgan o'zgartirishlarda berilgan imtiyozlar tadbirkorlik subyektlariga va yengilliklar yo'nalishi bo'yicha va to'rtinchi yo'nalishimiz bu davlatimiz rahbarining naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati bo'yicha bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek 2026-yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga soliq hisobotlarini taqdim etishda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Yer mulk qo'shilgan qiymat, aylanmadan olinadigan daromad va ijtimoiy soliq bo'yicha har bir hisobot soliq organlari tomonidan hisobotni taqdim qilishda ham yengilliklar berildi. Tadbirkorlarga bir qancha yengilliklar joriy qilindi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga 0% stavkada qo'shilgan qiymat solig'i tatbiq qilinadigan bo'ldi. Unda ayrim mahsulotlardan tashqariga 0% stavkada qo'shilgan qiymat solig'i tatbiq qilinadigan. Bundan tashqari ilk marotaba belgilangan tartibdagi soliq tizimiga o'tgan korxonalarga foyda solig'idan imtiyozlar tatbiq qilindi, belgilandi. O'ylaymanki, bu o'zgarishlar tadbirkorlar tomonidan yaxshi kutib olindi. Joriy yil uchun amal qiladigan soliq stavkalari, tadbirkorlik subyektlari uchun belgilangan soliq imtiyozlari, naqdsiz hisob-kitoblarni kengaytirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan mexanizmlar yuzasidan ham tushuntirishlar berildi. Tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar berilib, ular faoliyati jarayonida yuzaga kelayotgan muammo va takliflari tinglandi hamda tegishli tavsiyalar bildirildi.